Ko'pincha odamlar ushbu kasalliklarni yashirishga majbur bo'ladilar. Bu savol orqali ekologik muammolarning inson salomatligiga qanday ta'sir ko'rsatishini chuqurroq o'rganish mumkin. Shahar joylarida sog'liqni saqlash infratuzilmasi odatda rivojlangan, Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Hozirgi kunda sun'iy intellekt juda ham shiddat bilan avj olib bormoqda. Sizlarga ma'lumki, hozirgi kunda texnologiyalar rivojlanishi borasida bu sun'iy intellekt ham o'zining katta kuchini ko'rsatmoqda. Shuning uchun ham bugungi ko'rsatuvda mana shu sun'iy intellekt bilan kasalliklar bo'yicha suhbat qilib ko'rmoqchiman. Bu savollarga qanday javob beradi va ularning javoblari haqiqatan ham to'g'rimi yoki yo'qmi, qaysi manbalardan olinmoqda, mana shular bo'yicha bir savol javob qilib ko'rmoqchiman. Hozir mana oldimda iPad turibdi. Mana shu yerda sun'iy intellekt bilan gaplashamiz. Bu yerda Grok, Elon Muskning eng kuchli deb maqtayotgan sun'iy intellekti bor, Gemini va ChatGPT. Mana shu yerda bularning ovozlarini ko'rdim, lekin bu yerda hozirgi suhbatim asosan ChatGPT bilan olingan. Balki keyingi ko'rsatuvlarda mana shu qolgan sun'iy intellektlar bilan suhbat qilib, balki bir-birini solishtirishim mumkin. Keling, bugun mana shu suhbatimizni ko'rib, keyin o'zingiz baho berishingiz mumkin. Qani sun'iy intellekt bu qanday darajada javob berayotganligiga o'zingiz ham guvoh bo'lishingiz mumkin. Keling, hozir mana bu iPadni to'g'irladim. Endi hozir savol bermoqchiman. Salom, ChatGPT. Senga bir nechta savollarim bor. Sen aytchi, hozirgi kunda O'zbekistonda keng yoki eng ko'p uchrayotgan kasalliklar qaysi turlari deb o'ylaysan? Mana shuni tahlil qilib aytib bera olasanmi? Sizga ham salom. Ha, albatta javob bera olaman. Bu savol orqali yurak-qon tomir kasalliklarining O'zbekistondagi dolzarb muammosi va profilaktika choralarining samaradorligi haqida chuqurroq tushuncha hosil qilish mumkin. Juda yaxshi. Mana javobni ham eshitib ko'rdingiz. Endi keyingi savolni berib ko'rmoqchiman. Nega O'zbekistonda yurak-qon tomir kasalliklari mana shu o'limning asosiy sabablari bo'lib qolmoqda? Bu borada olib borilayotgan profilaktika chora-tadbirlari yetarli darajada samara bermayaptimi? Buning sabablari ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, noto'g'ri ovqatlanish, kamharakat turmush tarzi, stress chekish va boshqa omillar. Shuningdek, sog'liqni saqlash tizimidagi yetarlicha monitoring va profilaktika choralari ham muhim rol o'ynaydi. Bu borada yanada samarali natijalarga erishish uchun ijtimoiy targ'ibot, profilaktika dasturlarini kengaytirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish zarur. Juda yaxshi. Bo'lmasa keyingi savolga o'tamiz. Qani bu savolni ham ko'raylikchi, qanday javob berar ekan. Yuqorida bergan javoblaringga qarab yana bir savol bermoqchiman. Sil, gepatit va o'y infeksiyalari bu ijtimoiy ga taalluqli kasalliklardan biri. Nega bu kasalliklar hanuzgacha yashin kechmoqda va stigma bunga qanchalik darajada to'sqinlik qilmoqda? Bu savol orqali jamiyatdagi ijtimoiy stigma va tushunmovchiliklar sababli ushbu kasalliklarning erta aniqlanishiga qanday to'sqinlik qilishi haqida gaplashish mumkin. Ko'pincha odamlar ushbu kasalliklarni yashirishga majbur bo'ladilar, chunki ular jamiyatda salbiy munosabatga uchraydi. Tushunarli. Rahmat javobing uchun. Bo'lmasa keyingi savolga o'tamiz. Endi ekologik masala bo'yicha ham ozgina savol berib o'tmoqchiman. Ekologik muammolar, masalan, havoning ifloslanishi, changli bo'ronlar yoki suv tanqisligi, bu nafas yo'llari va boshqa surunkali kasalliklarning kelib chiqish darajasiga qanchalik ta'sir qilmoqda? Bunga qanday qilib javob berasan? Bu savol orqali ekologik muammolarning inson salomatligiga qanday ta'sir ko'rsatishini chuqurroq o'rganish mumkin. Havo ifloslanishi, masalan, sanoat chiqindilari yoki transportning ifloslovchi gazlari. Ichlik, sizga nafas yo'llari kasalliklarini, masalan, bronksit, astma va boshqa surunkali kasalliklarni kuchaytiradi. Chang bo'ronlari esa, ayniqsa, qishloq hududlarda nafas olish tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sog'liqni saqlash tizimida mana shahar va qishloqlar bor. Mana shular o'rtasidagi tafovutlar kasalliklarni erta aniqlash va ularni davolash imkoniyatlariga qanchalik ta'sir qilmoqda?
Mana shuni ham tahlil qilib javob berchi. Shahar joylarda sog'liqni saqlash infratuzilmasi odatda rivojlangan, shifoxonalar, mutaxassislar va diagnostika vositalari ko'proq. Qishloq hududlarida esa tibbiy xizmatlar cheklangan bo'lishi mumkin. Bu esa kasalliklarning kech aniqlanishiga va davolashning qiyinlashishiga olib keladi. Shuning uchun tenglikni ta'minlash va tibbiy xizmatlarni qishloq hududlariga kengaytirish muhim ahamiyatga ega. Juda yaxshi. Menimcha ancha tahlil qilib javob beryapti. Mana o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Keling endi keyingi savolni ham berib o'taman. 2030-2050-yillarga borib global iqlimning o'zgarishi va suv tanqisligi fonida O'zbekistonda son saqlash tizimi bunday bosimga tayyorgarligi qanday deb o'ylaysan va bunga qanday chora-tadbirlarni ishlab chiqish kerak? Bunga qanday javob berasan? Bu savol orqali kelajakdagi iqlim o'zgarishlari va suv tanqisligi Sharoitida O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimining qanchalik tayyorligi va bu bosimga qarshi qanday choralar ko'rilishi kerakligi haqida gaplashish mumkin. Iqlim o'zgarishi va suv resurslarining kamayishi sog'liqni saqlash tizimiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki bu kasalliklarning ko'payishiga, ayniqsa infeksion kasalliklarning tarqalishiga olib keladi. Shu sababli bugun aniq va strategik choralar ko'rilishi lozim. Bular qatoriga suv resurslarini tejash, barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotlarini joriy etish kerak. Sog'liqni saqlash tizimini modernizatsiya qilish va aholining iqlim o'zgarishiga tayyorligini oshirish kerak. Shu bilan birga profilaktika va tibbiy xizmatlarni yanada kuchaytirish ham muhim ahamiyatga ega. Yaxshi. Endi keyingi savolga o'tsak, sen mana bu savollarga javob berding, tahlillar qilib, mana shu tahlillar qilib javob berishingda qanday manbalardan foydalanding? Bu manbalarga ishonsa bo'ladimi? Ya'ni berayotgan javoblaringga qanchalik darajada ishonsam bo'ladi? Nimalarga tayanib mana shu javoblarni berding? Ha, to'g'ri, men javoblarimni asosan ishonchli va yangilanib turuvchi internet manbalaridan olaman. Jumladan, xalqaro tashkilotlarning hisobotlari, ilmiy tadqiqotlar va rasmiy davlat organlarining ma'lumotlari va yangiliklar portallaridan olaman. Shu bilan birga, ma'lumotlarning to'g'riligi va ishonchliligini ta'minlash uchun bir nechta manbani solishtiraman. Shunday qilib, sizga aniq va ishonchli ma'lumot taqdim etishga harakat qilaman. Rahmat javoblaring uchun. Bundan keyin ham mana shunday suhbatlar qilib turishimiz mumkin. Savol-javoblar qilishimiz mumkin. Albatta bu borada ozroq tayyorgarlik ko'rishimiz mumkin va shu orqali sen bilan albatta suhbat qilamiz. Arzimaydi. Sizga yordam bera olganimdan juda xursandman. Har doim savollaringiz bo'lsa yoki yangi mavzular bo'yicha suhbat qilishni istasangiz, bemalol murojaat qiling. Sizga doim yordam berishga tayyorman. Omad tilayman. Aziz yurtdoshlar, mana sun'iy intellekt bilan qilingan suhbatni ham ko'rdingiz. Endi o'zingiz baho berishingiz mumkin qanchalik darajada javob berayotganligiga. Lekin bu javoblarni, masalan, men o'zim ham bir nechta manbalardan o'rganib chiqdim. Menimcha bu javoblar ancha to'g'ri. Men o'rganib chiqqan manbalardagi ma'lumotlarga to'g'ri keladi. Endi sun'iy intellekt bu asosan internetdagi ma'lumotlar asosida tahlil qiladi va javob beradi. Shuning uchun o'ylaymanki, javoblari ancha to'g'ri. O'ylaymanki, bu sun'iy intellekt bilan qilgan suhbatimiz qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Albatta bu qisqa bo'ldi. Bundan keyin murakkab savol-javoblar bilan suhbat qilamiz sun'iy intellekt bilan. Albatta bu mavzuda agar fikrlaringiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Mana shu videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana bir bor uchrashguncha.